Surxondaryoda Nexia hamda ZIL rusumli avtotransport vositalari ishtirokida dahshatli avtohalokat yuz berdi. Odamni qarang. Ma'lum bo'lishicha, mazkur to'qnashuv viloyatning Denov tumanida qayd etilgan. Ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan video tasvirlarda esa avtohalokat natijasida jiddiy tan jarohati olgan fuqarolarga yordam ko'rsatilayotganligi tasvirlangan. 2025-yil 22-iyun kuni Denov tumani Mehnatobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi mahalliy ichki yo'lda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Dastlabki surishtiruvlarga ko'ra, 2001-yilda tug'ilgan haydovchi Nexia rusumli avtomashinasini boshqarib kelib, qarama-qarshi bo'lakdan harakatlanib kelayotgan ZIL MMZ rusumli yuk transport vositasi bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida ZIL haydovchisi o'ng yelka suyagi sinishi, travmatik shok og'ir darajada tan jarohat olib, tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Hozirda Denov tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Tezlik manzilingizga tez yetib borishingiz uchun yordam beradi, lekin ba'zi bir hollarda mana shu tezlik sabab hayotingizga bir soniyada nuqta qo'yilishi turgan gap. Shunday ekan, hurmatli haydovchilar, yo'llarda yo'l harakati qoidalariga amal qilib, shoshmasdan harakatlanishingizni iltimos qilib qolamiz.